Assalomu alaykum akalar, bugun O'zganda uloqqa jaragan yaxshi qora bayroq sotuvga chiqib жатат. Jashi ekasi ekan. Bo'yi 1.65 plus. Puti qo'llari toza, jeyishchi yaxshi. So'tida kelgan buni. Uloqqa tayyor paypoqlari bilan ekan. Aka, buni qanday? O'narlari kuchli. Kelib ko'rib, chop ko'rib olsa bo'ladi-a? Bo'ladi. Maşallah. Ha, denkçe aslına qaratib. İnşallah. Çok qo'shlar ham o'ta yaxshi ekan. Qamchini keragi yo'q deydi. İnşallah. Qo'zi ham o'ta yumshoq o'xshaydi. Tortqanda to'xtab o'tadi. İnşallah. O'zganda o'zi uloqlarda chalib yurgan, men o'zimdan ko'rgan. O'sha yurmagan bolalar deyli yuradi inshaalloh bular. Mana putlarini ko'rsangizlar bo'ladi. Aldı artchaqlari. Inshaalloh. Chotqa oyoqlar kengliklarini. Taqaga qanday aka? Jo'shilar taqaga. O'zi qarag'angachi. Qo'lga ham jo'shgan, taqaga da jo'shlar turadigan. Toza qora bayir, chum qora svetidan izlaganlar olsa. Ko'kraklari, putlari. Taqasi ham jangga o'xshaydi-a? Jang taqalari.